Assalomu alaykum do'stlar, vatandoshlar, sizlarni kuzatuvchi obunachilarimiz, YouTube ahli. Hop, bizni barcha kuzatib turgan muxlislarimizga bu galgi obyektimizni oldindan video obzor qilib beraylik dedik. Hop, bu bog'imiz 16-15 gektardan iborat olma bog'. Husniddin Sariyo'li Surxondaryodamiz. Olmalarni chiroyligini qara. Hop, bu obyektimiz srochniy bo'ldi, chunki o'zlari bu yerda ikkita 100 tonnalik xolodilniklar borda. Yoniga plashatka qilib beton quyib tayyor qilishga yetib keldik biz. Hop, uzunasi 16 metr, eni 6, balandligini 4 qiladigan bo'ldik. Xudo xolisa gazeta hop, bir 70 tonnani mo'ljallayapmiz. Bu yerga ketadigan mahsulotimiz penopoliuretandan bo'ldi. Hop, sening uchunimiz eng sifatligi penopoliuretan, plotnostligi 40 dan 44 gacha deymiz. Qalinligi 10 cm. Hop, plotnostligi ham juda eng zo'r sifatligi. Xudo xolisa bitgandan keyin bitta video obzor qilib, chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Sizlarni kuzatib turasizlar. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Hammaga rahmat.